Assalomu alaykum. Anglayotganlar İdiqut o'g'lonlari Muhitiylar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Maqsud Muhiti. Davomi. Ostona xalqining qo'zg'alganligidan xabar topgan Turpan bozoridagi Mafu Ming Luijang xalqni bostirishga birliyan askar avatdi. Askarlarning kelayotganligini anglagan xalq darhol qo'llariga tayoq to'qmoq ilib, Maqsud Muhitining qurosi oldiga yig'ildi. Maqsud Muhiti boshqalar bilan kengashgandan keyin dushmanni mahalla ichiga aldab elib kirib, andin joylash. Habibulla, Abdukarim, Niyoz Qari qatorliq uch marganni ashyo sepili, qadimki Quchu shahrining qoldiq sepili ustiga o'rinlashtirish, qolganlar ko'cha bo'yidagi o'g'zilarga, tom kaynalarga joylashishni qaror qildi. Xalq yo o'lim, yo ko'rim deyishib tayyor bo'lib turishdi. Chiriklar Ostona bilan Qarag'o'ja o'ttirsidagi cho'ng yo'l bilan shimol tarafdan minib Ostonaga kelganda, sepil ustidagi marganlar ularga qaratib o'q chiqarishga boshladi. O'q ovozini anglagan xalq taraf-tarafdan yopirilib chiqib, chiriklarga hujum qildi. Sepil ustidagi uch margan chiriklardan 7 ni etib o'ltirganda, ular qo'rqqanidan o'zlarini qo'ydigan yer topolmay sharq tarafga qarab qochishdi. Bu chog'da ularning oldidan Qarag'o'ja xalqi chiqib to'sdi. Olamni ma'lum qilg'udak sur hayva bilan kelgan takabbur chiriklar kelkundek yopirilib kelayotgan xalqning g'azab nafrati qahramonligini ko'rib shunchalik qo'rqib ketdiki, bir qismlari o'zlari tuymay ishtonlariga chiqarib o'tishdi. 3-4 chirik urg'a qolgan choshqandek titragunicha bir cho'ng eriqning yo'g'on cho'shiga suv tushib o'yman qilayotgan joy mo'kvolgan edi. Bir necha dehqon ularni qo'g'lab keldi. Chiriklar qo'rqib hushini yo'qotgan bo'lib, miltiqlarini fidoyilarga tanglab tursimu, tepkini besishqimi jur'at qilolmadi. Fidoyilar ularni cho'sh ichida ketman, gurjaklar bilan uribla jahannamga uzatdi. Yana bir qancha chirik kala harvasi bilan qechivedi. Harvasi yo'l bo'yidagi sho'rliqqa petib qilib, ularmu fidoyilarning qo'liga tushdi. Natijada chiriklarning oz bir qisminingla qechib qutulganini hisobga olmaganda, qolganlari asosan degudak yo'qitildi. Ularning miltiqlari, 3 harvodagi o'q dorilari va xalqni jazolash uchun ilib kelgan jadolari g'animat elindi. Shu arada dig'ordan boradigan yer topolmay shumshiyib kelgan Mashimin bir do'malabla o'zini siling deb e'lon qilib, rasmiy qo'zg'algan xalq necha yuzlagan miltiq, bir qancha harva o'qqa ega bo'lib oldi va Maqsud Muhiti va Ostonalik Niyoz Sharifi, Samat Hoji, Qarg'o'jilik Emin Boy, Emin Kala, Polat, Muqbul Xalifa, Axun Mo'min, Yanxiliq İbrahim Dorg'a, Murtuqluq İskandar qatorliqlarga Tuanjang, Yingjang, Lianjanglik mansablarini berdi. Shu chog'da Turpan Yangi xalqni zulmdan qutqizishga niyat qilib kelayotgan ma'rifatparvar, taraqqiyparvar zotlardan Hamdulla Damullam, Hisomiddin Zufar, Abduxoliq Uyg'ur, Temur Jisa Hoji qatorliqlar Maqsud Muhitiga Yengshaharga tegish qilinglar, biz ichidan moslashimiz degan mazmunda xat avatdi. Maqsud Muhiti boshchiligidagi o'tdek yenib turgan minglagan qo'zg'olonchilar 2 kun ichida Turpan shahrining sepiliga chiqadigan uzun shotalarni yasab, otliq, harva va eshaklarni tayyorlab, tayoq to'qmoqlarni elib, Turpan shahri ichiga hujum qilishga otlandi. Besib o'tgan yizilarda fidoyilar qo'shilib, qo'zg'olonchilarning sepi ulg'uyib bordi. Turpanda aslida bir ying askar turadi. Keyingi vaqtda Jingshurin cho'chakdan Mafumingni yo'tkab kelib, bir luy askar turg'izadigan bo'lgan edi. Qo'zg'olon mezgilida Mafuming askarlarining bir liyani to'qsonda, qolganlari asosan Ko'ni shaharda turadi. Turpan shahri Ko'ni shahar va Yangi shahar deb ikkiga ayriladigan bo'lib, Ko'ni shahar sepalining ichida noyilik hukumat, idoralar, harbiylar va Xanzu fuqarolar. Yangi shaharning ichi va sirtida, Ko'ni shahar sepalining sirtida asosan Uyg'urlar, oz sonda Xuyzu fuqarolar bor edi. Ko'ni shahar bozori Chanlongning 46-yili, milodiya 1782-yili.
Çin sulalisi hökuməti Turpanda leşker beşi turğuzğanda bina qilishqa başlagan bolup, yerlik kişiler tərəfindən Xançing deb atalgan. Şəhər sepirining egizligi 4 metr, qilinligi 3 metr bolup, Xang bilan Çing deb yasalgan. Sepilning 4 qovuqi bar bolgan. Sharqiy qovuqning o'rni hozirgi shaharlik ta'minot soda kooperativining o'rnida. Bu yer hozirmi Konishar Sharqiy qovuq kenti deb ataladi. G'arbiy qovuq hozirgi markaziy 4 ko'chaning o'rnida. Janubiy qovuq hozirgi 1 mehmonxonaning o'rnida. Bu yer hozirmi Janubiy qovuq deb ataladi. Shimoliy qovuq hozirgi shaharlik par bilan ta'minlash shirkatining o'rnida bo'lgan. 1871 yili Anjanliq feodal Aqso'yak Yaqub bek Şinjanni ishg'ol qilgandan keyin ikkinchi o'g'li Haqquli begni Turpanga avatib, Ko'na shaharning g'arbida yana bir yangi shaharni bino qilgan. Bu shaharning ko'lami 800 mo atrofida, ya'ni Ko'na shaharning ko'lamiga o'xshash bo'lib, shimoldan janubga tarroq, g'arbdan sharqqa uzunroq 4 chosa shaklda bo'lgan. Shaharga sharqiy qovuq va g'arbiy qovuqdan iborat ikkala qovuq o'rnatilgan bo'lib, qovuq darvozalari qilin yog'ochdan chambarlanib, nihoyatda mustahkam va chidamliq yasalgan. Sepilning egizligi 8 metr bo'lib, atrofiga kengligi 4 metr, teranligi 3,5 metr keladigan xandak qizilgan. Sepilning usti bir harva mang'udek kenglikda yasalgan. Shahar sepilining 4 burjikiga hayvatlik egiz potay, qarovulxonalar silingan. Bu shahar yerlik kishilar tarafidan Uyg'urlar shahri deb atalgan. Qo'zg'olonchilar xabarlashuvchilarni oldin avatib, shahar ichidagi Abduxoliq Uyg'ur, Hamdulla Damullam qatorliqlarning moslashishi bilan tun qorong'usida Yangi shahar sepilining ichiga jimjit kirib oldi. Yangi shaharning g'arbiy va sharqiy darvozalarini boqadigan Mafumingning bir loy askari allaqachon Ko'na shaharga qochib ketgan bo'lib, shahar xalqi qo'zg'olonchilarni qizg'in qarshi oldi. Yurt mo'tabarlaridan Hamdulla Damullam, Isamiddin Zufar, Abdulla Damulla Naimi, Tömür Cisa, Sayful Yingjan, Abdumiyin Haji, Abduxoliq Uyg'ur, Abdusami Zexuy, Sayim Axun, Yusuf Rais, Sherif Haji qatorliqlar qo'zg'olonchilarni bir eg'izdan qo'llab, o'zlari boshlamchilik bilan otlandi va shahar xalqini safarbar qildi. Bu ishdan allaqachon xabar topgan Bag'ri, Bo'yluq, Yor, Yamshi, Yarg'ul qatorliq shahar atrofi rayonlaridagi omma turkumlab kelib, qo'zg'olonchilarning sepiga qo'shildi. Maqsud Mo'yitining bosh qo'mondonligida Hamdulla Alam Axunum, Mahmud Mo'yiti, Isamiddin Zufar, Mashiminglardan tarkib topgan vaqtliq qo'mondonlik shtabi tashkil qilinib, Abduxoliq Uyg'ur shtabning maslahatchiligiga ham kotibat ishlariga tayinlandi. Isamiddin Zufar shahar mudofaa ishlariga mas'ul qilindi. Ko'p o'tmayla Urumchidan bir turkum askarning qo'zg'olonni bostirish uchun kelayotganlik xabari yetib keldi. Buningga qarata Maqsud Mo'yiti, Hamdulla Damullam qatorliq qo'mondonlar dushmanni to'sib zarba berish haqida jiddiy tadbir tuzdi. Hamdulla Damullam o'zining Turpandagi mutlaq nufuzi, ta'siri bilan shogirdlaridan Abdulla Rais, Jabbor imom, Po'lat imom, Xo'ja Ahmad imom, Amsilim Xalpat, Yusuf Rais qatorliq kishilarni darhol har qaysi yezab bozorlarga mangdirib, Turpanning hamma yeriga xuddi yo'ruq yulduzlardek tarqalib ketgan taliblardan foydalanib, keng xalqni dushmanga qarshi turishga tashkillab, Yarg'uldan tortib Munur Hoji qumliqi va Qibla qovuq, G'arbiy qovuqning sirtidagi Xo'yzolar zaratgohligigacha mudofaa sepi qurdi. Hamdulla Damullam tarixda Hamdulla Alam, Hamdulla Axunum debmi atalgan. 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Ediqut vodisida yashab o'tgan mo'l bilimlik diniy o'lima, ma'rifatparvar, taraqqiyparvar zot, jamoat arbobi, xalq qo'zg'olonining tadbirlik tashkilotchisi bo'lib, u 1866-yili Turpan shahrining Chatqal yesi Qavanlar Karizi mahallesida Molla Aysa ismli o'qimishliq dehqon oilasida dunyoga kelgan.
Molla Isa cemaati aslida emgekcan, batur, chilishqa mahir bəstlik kishilardan bo'lib, Eid bayram, No'ruz kunlarida qayerda chilish bo'lsa, ular shu yerda chilishqa tushib, yonpeshi yerga tegmagan ni chilishchi palvonlarni yiqitib, dong qozongan. Shunga xalq ularni qovullar deb atagan. Shuningdan keyin bu jamoatning ko'lgan karizlarimi ularning laqimi bilan qovullarning karizi deb atalib, qovullar degan nom ularning jamoati nomi bo'lib qolgan. Keyin qovullardan chilishda yengilib, to'lisi yanchilib, qo'vrig'isi egilib ketgan Vang g'ojamlarning xos chilishchilari qovullarga hasad qilib, ularning laqimini qavonlar deb o'zgartib, gap tarqitib. Shuningdan keyin qovullar karizimi bara qavonlar kariziga o'zgarib qolgan. Molla Eysaning Abeydulla, Hamdulla, Hayvulla ismlik 3 o'g'li bor bo'lib, bu o'g'illarning hammasila ajdodlarining xususiyatiga varislik qilib, bastlik, amgakchan, chilishchi bo'lib cho'ng bo'lgan. Balalarning ikkinchisi bo'lgan Hamdulla kichkidan boshlab zerak, g'ayratlik, ishchan bola bo'lib yetishgan bo'lib, etiz eriq uy ishlariga yaqindan yordamlashib, dehqonchilik uy kor ishlariga pishib borgan. Otasi Molla Eysaning alohida ko'ngil bo'lishi, o'zining o'tdek qizg'inligi bilan 8 yoshidan 15 yoshigacha ayni vaqtdagi Turpandagi nopozliq bilim yurti bo'lgan Bag'ri madrasada o'qigan. Madrasani tamomlab qaytib kelgandan keyin otasining dehqonchilik ishlariga yordamlashgan. U chilishlarda davomliq nusrat qozonadigan bo'lg'achqa, chilishda utqanlarga beriladigan kala, ot beshi qatorliq tartuqlarga erishib, do'st birodarlarning ichidami alohida hurmatga sazovor bo'lgan. Dehqonchilikning bo'sh vaqtlarida u bovisi İlyas Axundan qolgan qora ov miltiqini yeniga esib, qarachilam to'riq etiga minib, lampa gungshang, Chigibulaq qatorliq joylarda o'g'lab o'zini chiniqtirgan. Molla Isa aka bu ishchan, aqlliq o'g'liga havasi kelib, har xil safarlarga, mashrablarga billa elib berib, uningga tarixiy voqealarni, cho'chak, rivoyatlarni aytib berib, atrofliq yetilishiga ko'ngil bo'lgan. Bir kuni yosh Hamdulla uyidagi qora chilan to'riq etini yor ko'tak harvaga qetib, mahallasidagi bir qancha do'stlari bilan birga ko'mir elib kelish uchun Chichan qora yuzi ko'mir koniga qarab mangan. Ular Uzumchilik yilsining Suvbishi kentidan o'tib, To'ga daviniga kelganda, xonda ishlatish uchun saysiga odam, ot harva tutqili chiqqan Yamulning 4-5 chiriki ularning oldidan chiqib, non uzuq, ot bo'g'izlarini tartib olmoqchi bo'lgan. Bu xil yo'lsizlikqa chidab turolmagan Hamdulla Gogan, harva tiraydigan to'qmoq, ni qo'lga elib, harvadan sakrab tushib, cheriklar bilan yolg'iz elishib, ularni birdamdala urib yotqizayotgan va amalsiz holda ot harvasini hamrohlariga mang'uzib o'tib, o'zi hozirgi Singim yezisining Murtuqg'uli tavasidagi Hazrati Mavlana Xo'jamga, hozir Murtuq Xo'jam deb ataladi, kelib panohlangan. Molla Isa aka nurg'un surishtirish orqali o'g'lining Mavlana Xo'jam atrofida qechib yurganligini uqib, bir kechasi bu yerga kelib, o'g'li bilan quchoqlashib ko'rishgan. Molla Isa o'g'li Hamdullani elib, kechida yo'lga chiqib, uni yor madrasiga akilib o'rlashtirib qo'ygan. Hamdulla bu yerda tala-tuzga ko'p chiqmay, ko'pincha vaqtda hujrasida o'ltirib, ilm tahsil qilgan. Keyin bu yerda birga o'qigan savoqdoshlaridan Oydin kunlik Xo'jam Tojim, Chatqonliq Mazzaxonimlar bilan birga ilm tahsil qilish uchun Qashqarga qarab yo'lga chiqqan. Ular nurg'un jabr jafolarni, mushkulchiliklarni boshdan o'tkazib, Qashqarga kelib bu yerdagi oliy bilim yurti bo'lgan Xonliq madrasaga o'qishga kirgan. Bu yerda ular butkul O'rta Osiyoga to'nilgan Qashqarlik katta olim, usta notiq, millatparvar ma'rifchi, talantliq shoir va farosatlik ustoz Abduqodir Domollam bilan saboqdosh bo'lib o'qigan. Bu jarayonda Hamdulla Domollam Abduqodir Domollamning qat'iy tiz tutmay ilm ma'rifat o'rganish irodasi,
ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik ruhining ta'siriga uchrab, uning bilan yaqin do'stlik o'rnatgan. 4 yil o'qib, xonlik madrasasini bitirgandan keyin ikki yurtdoshi G'ojam Tojim bilan Mazdaxonim Turpanga qaytib ketgan. Hamdulla Damollam bo'lsa, texmi mukammal ma'lumotga ega bo'lish uchun belni texmi mahkam bog'lab, Abduqodir Damollam bilan birga Buxoroga qarab yo'lga chiqqan va Buxoro, Qo'qandlarda 4 yil o'qigan. 4 yil jarayonida Hamdulla Damollam Qur'on, hadis, ilmiy tajvid, aqoid qatorliq islom ta'limotlarini yaxshi o'rganibla qolmasdan, arab, faris, urdu tillarini, adabiyot, tarix, ilmiy mantiq qatorliqlarni, klassiklarning asarlarini mo pishiq o'rgangan va o'z davrining o'lmasi bo'lib yetishib chiqqan. Davomi bor.